Bu assist Yamalning haqiqiy daholigini isbotlaydi. Kunde havodagi kurashda g'alaba qozonib, to'pni Yamalga oshiradi. U 2 marta maydonni kuzatadi, bo'sh hududni ko'radi va harakatni boshlaydi. Rafinha jarima maydoniga ochiladi, lekin Yamal o'ng qo'lini ko'tarib to'xta degan ishora beradi. Lamin yaqinidagi himoyachini aldab o'tadi. Uning og'irligi tayanch oyog'iga tushishini kutadi va keskin ichkariga buriladi. Keyin u zarba berayotgandek ko'rinadi, ammo ikki himoyachi yo'lini to'sadi. Shunda Yamal fint qilib yon tomonga o'tadi. Yo'lida yana bir himoyachi hududni yopadi. Yamal yana ichkariga 2 teginish qiladi va yana zarbaga tayyorlanadi. Hamma zarba kutadi. Aynan shu paytda uzoq ustunda turgan himoyachilar Rafinhani ko'zdan qochiradi. Shunda Yamal zarba qilayotgandek qilib to'pni aynan o'sha hududga mukammal uzatadi va jamoasiga gol olib keladi.